Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi mavzuyimiz bemorlarimiz tomonidan juda ham ko'p beriladigan eko haqidagi qiziqarli savollarga javob beramiz. Xo'p, birinchi savol, demak, bemorlar tomonidan beriladi. Bir marta eko qildirgandan keyin doimiy farzand ko'rish uchun eko qildirish kerakmi? Xo'p, agar bemorlarda tabiiy farzand ko'rishga qanaqadir tibbiyot tomonidan to'sqinlik bo'lmasa, ya'ni o'sha ayolda turbalari ochiq bo'lsa, follikula vaqtida yetilsa yoki erkak juftda demak urug' sifati yaxshi bo'lsa, shunaqa ko'rsatkichlar yaxshi bo'lsa, bemalol bir marta eko qildirgandan so'ng ham tabiiy farzand ko'rishi mumkin. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi, ekosiz farzand ko'rishni imkoniyati bo'lmaydi. Bularga misol o'sha ko'p uchraydigan ayollarda turbalar, ikkala turbalarning yopiq bo'lishi yoki erkaklarda urug' sifatini juda ham kam bo'lishi yoki umuman bo'lmasligi, o'sha mikroteziya orqali moyak ichidan urug' olinadi. Bunaqa holatlarda doim agar farzand ko'rish niyati bo'lsa, faqat eko orqali farzandli bo'ladi. Lekin ba'zi holatlar bor, demak, tabiiy farzand bo'lmaydi, 3 yil, 5 yil, 6 yillab kutiladi. Farzand bo'lmagandan keyin iloji yo'q, ekoga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Keyingi savol, eko amaliyotida qanaqadir og'riqli protseduralar bormi degan savol. Eko amaliyoti deyarli og'riqsiz hisoblanadi. Bunda qachon og'riq bo'lishi mumkin? O'sha punksiya jarayonida bu ham o'sha narkoz ostida bo'ladi, ya'ni bemor uxlatiladi. Bunda ham deyarli og'riq bilinmaydi. Demak, punksiya jarayoni, ayoldan tuxum hujayralar yig'ish jarayonida o'sha holat o'zi og'riqli hisoblanadi. Lekin narkoz berilganligi, bemor uxlaganligi hisobiga og'riq sezilmaydi. Demak, umumiy olganda eko amaliyoti og'riqsiz jarayon hisoblanadi. Keyingi beriladigan savol, demak, eko orqali doim egizak farzand tug'iladimi? Doim ham egizak farzand tug'ilmaydi, lekin ko'p holatlarda egizak farzand ko'rish mumkin. Buni sababi 60-70% holatlarda bemorlarga ikkita embrion qo'yiladi, ya'ni bemor ayolning bachadoniga odatda ikkita embrion joylanadi. Buni sababi bitta embrion ushlamasa, ikkinchisi rivojlanib ketish maqsadida yoki ikkalasi ham rivojlanib ketishi mumkin. Shuning uchun odatda ko'p holatlarda egizak farzand tug'iladi, lekin bitta farzand tug'ilgan holatlar ham bo'ladi. Demak, doim ham egizak farzand tug'ilmaydi. Xo'p, bundan tashqari yana qanaqadir qiziqarli savollar bo'lsa, sizlarda demak eko haqida yoki bepushtlik haqida bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Aynan o'sha savollarga to'liq video shaklida javob qoldirishga harakat qilamiz. Bepushtlik muammolarida demak raqam qoldiramiz. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.